Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 29-iyul Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Lacetti'lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, oq-qora har xillaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi. Azizlar, albatta bu yangi kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Endilikda shu kanalga ham videolarimiz chiqib turadi. Xudo xohlasa qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsanglar, imkon qadar syomka qilishga harakat qilamiz. Xo'p, yili 2012 dan boshlayapmiz. Qancha yurdi aka? 390. 390 mi yurdi? Video davomida yurgan ozlari ham bor, ko'rasizlar o'zingizlar. Metani bor. 390 mi yurdi. Motor hadovoy korobka qanaqa? Zo'r deb aytilyapti. 2012 390 mi yurgan. Lacetti'da yurgani ko'plar asosan chiqyapti. Endi imkon qadar bozorda egalar ruxsat berganlarini syomka qilib chiqaryapmiz. Kimlardir internetga qo'ydirmayapti. To'g'ri tushunamiz. Endi hammani o'zining xohish istagi. Kimdir o'zi qo'yib bering deyapti. Hamma har xil baribir. 2012 390 mi yurgan. Kraska qanaqa? Kraskasi 30%. 30%. Ichiga o'tganmi, o'tmagan? O'tmagan. Oldi orqa butunmi? Aka, bozordan ko'ra arzonroq ayting, imkon qadar. 5000 dan tushib beradi. 5000 dan tushib berasiz. Bermaganingizcha aka? Bermagani 4,5 ga beradi. 4,5 ga bermadingiz. Generalni chiqadi. Qo'shilsa beradi. Xo'p, ozmoz puli yetmay qolsa, Kecha qo'shib beraveramiz. kelishilgan holatda beraverasiz. Nomeringiz 99 55 46 14 Telegram shunda bor. Xo'p, ishlaydigan nomeringizni aytib o'tasiz. 99 655 46 14 90 586 88 38. Aloqaga chiqaverasiz, bitta ko'rsatib beramiz. 4300 dan Bo'ldi, hozir aka. Lacetti 108 aloqaga chiqaverasizlar, davom etaveramiz. 5000 dollardan kam bor deyapti akam, 4,5 ga bermabdi. Endi nech pul so'ramoqchi bo'lsanglar, albatta qo'ng'iroq qilib ko'ringlar. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, navbatdagisi yurganini, qolgan barcha ma'lumotlarni video davomida o'zingizlar eshitasizlar. ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. 2010 108 yurgani qancha bo'ldi aka? 407 ming. Motor hadovoy korobka qanaqa? Zo'r. 407 ming yurgan 2010 Lacetti 108. Gazi 100 talik metan aka. Kraskasi qayerda? kraska bor. Necha foiz deb qo'yaylik? 30% kraska bor. Suvagi butunmi, ichiga o'tmagan? Necha pul qo'yaylik aka narxini? 5000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi mabodo? 3600 gacha pul ko'rdi. Generalni chiqadimi? Chiqaveradi. Faqat naqqa sotasizmi yo nasiyaga ham berasizmi? Faqat naq pul. Telefon nomeringiz? 90 necha? 166 166 66 55 raqamga murojaat qilasizlar. Bozoringiz bersin aka. 2010 Lacetti 108 kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. 7000. 2012 navbatdagi Lacetti'miz. Xo'p. 2012 400 ming yuribdi, lekin motori 0 dan qilib qo'yilibdi. Motori 0 dan qilindimi aka? 0 dan qilindimi? 0 dan qilindi motori. Xo'p, mana. Salon holatlari qator ko'ringlar, yaxshi. Mersidenia, Mersrul, monitor, o'rindiqlari isidi. 2012 400 ming yurgan. Motor qilingan, kraskasi qanaqa? Kraskasi 40% bor. 40% bor. Yangi ko'rsatib olasizlar. Suvagi butun. O'tmagan, ha, urilgan joyi yo'q. Chiqarilganlar, setilgan. Nech pul qo'yaylik aka? 4,5. 4,5. Bermagani sir bo'lmasa. To'g'risi 4150 ga berdim. 4150 gacha pul ko'rgan mashina ekan. Generalni chiqadi? Nomeringiz? 50 955 955 40 90. 40 90 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz. 2010 navbatdagisi mexanika korobka. Xo'p. ABS konditsioner. Pakeleni metan. Pakeleni metani? Qancha yur dedingiz? 730 ming. 730 ming yurgan. Motor rasxod qilmaydimi? Eng muhimi hozirgi holatda. Rasxodi yo'q ekan. 4 ta yumshoq baloni bor. Pulini hali so'raganim yo'q lekin. Salon holatlari mana mexanika korobka. Paysi 2 ekana? Ikkinchi paysi 730 ming yuribdi. Ko'ryapsizlarmi? Lacetti bekardan ko'pchilik yoqtirmayotganda, bu mashinalar juda baquvvat bo'lar ekan, to'g'risi. Metan gazlari bor.
2010 730 ming yurgan, qattiq yopilib ketdi. Kraskasi qayerda? Kraskasi oldiga sepilgan, Aha. qirilgan. Ikkita betnosi bor. Bu necha pul qo'yadi aka? 4,5 ming baho aytyapti. 4,5 ming aytyapsiz. Necha pulga bermadingiz sir bo'lmasa aka? 3800 so'rashyapti. 3800 so'rashyapti. Generalni berasizmi? Generalni beriladi. Faqat naqdmi yoki nasiyaga ham kelsa bo'ladi? Naqdga. Nomeringiz 97 97 125 125 0777. 0777 raqamiga murojaat qilasizlar. 2010 azizlar 730 ming yurgan mashina. 3800 dollargacha pul ko'ryapti ekan. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagisi. Bu qancha yurdi? Bu 380. 380 ming. 380 ming yurgan 2011 3-pozitsiyada avtomat korobka. Metanmi bu ham? Metana. 380 ming yurgan 2011. Ha, bu ham tikilgan chexoli. Tayyor holatdagi avtomobil. Alkantara qilingan ekan, lyuklar ishlab turibdi avtomobilda. Avtomat korobka 2011 380 mingda atrofida yurgan mashina. Endi eng muhimi shu motorlarida, aka, korobka motorlari. Butun. Xo'p. Metanlari bor. Kraska 100% toza. Bu. Necha pul qo'yaylik aka narxini? Buni aka bo'lingan 6 ga berib yuboradi. 6000 dollarga bo'ladigani. Xo'p, hujjatlari-chi? Hujjatlar keyin chiqadi. Xohlagani bo'laveradi. Nasiyaga ham imkoniyatlari bor aka. Nasiyaga faqat Qo'qonmi aka? Azizlar, endi nasiya savdoda qaysi viloyatga deb har bitta mashinadan aytmayapmiz. Videorolikning nomidan bilib olaverasizlar. 99% holatlarda qaysi avtomobil bozoridan syomka qilib chiqarayotgan bo'lsa, o'sha viloyatga berishadi xolos. Xo'p, 6000 ga beraman deyapsiz. Nomeringiz? 90. 90lik 94 558. 94lik 558 0037 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Lacetti 1.8 da avtomat korobkasini so'raganlarga 2009 navbatdagi Lacetti'miz 3-pozitsiyada avtomat korobka. Qancha yurdi bunisi aka? 336 ming kilometr qo'yavering aka. 336 ming kilometr bosib o'tgan, ABS, konditsioner, metan hamma narsasi bor. Motor, hadovoy korobkalari-chi? Ishi yo'q. Faqat minadi. Balonlari yangi. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi aka? Tugadi bu. Qimmat chexol, qimmat kataloglar. Aka printlar. Akvaprint qilingan avtomobil, yaxshi chexoldan taqilgan, patologlar ham qilib qo'yilgan ekan. Hali bitta qilib tikkan ekan, o'xshatib bir-biriga. Bir-biriga o'xshatib qilingan ekan. 100 talik temir metan. 2009 330 mingda atrofi yurgan 1.8 3-pozitsiyada avtomat korobka Lacetti. Kraskasi qanaqa aka? 30%. Oldi orqalari butunmi? Necha pul qo'yaylik narxini aka? Narxini aka, obunachilaringiz bo'lsa 5 dan tushiradi. Nechida? 5 dan tushiradi. 5 mingdan tushib berasiz. Generalni beraverasizlar? General qafani. Nomiga o'tkazib oladi. Xo'p, faqat naqd pulgami aka? Nasiyaga sotmaysizmi? Nasiyaga. Kelishiladi. Kelishgan. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 94 94 558 558 0037. 0037 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012 navbatdagisi 210 ming yurgan 2-pozitsiyada. Metan gazlari bor. 4 ta yangi balon yumshoq. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Shuma izolyatsiya qilingan avtomobil, salon holatlari, akvaprintlari mana qilingan ekan. Mers rul, konditsionerlari zo'r ishlayapti haqiqatan. Lacetti o'zi ko'pchilik biladi, yaxshi sovutadi. Shu ventilator ikkitamikin, bilaman shunaqa deb eshitganman. Zo'r sovutadi qisqasi. Metanlari bor. 2012 210 ming yurgan mexanika. 11 ming ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qayerda? Kraska ikkita detallar bor xolos. Qayer aka? Buni orqa eshigi bilan orqa qanotda, yuz aksida. Necha pul qo'yaylik narxini? 6,5 mingdan tushib beramiz. Bermaganingizchi aka? Bermaganim endi bir ko'rib ketishyapti-yu, jazma savdo qilingan yo'q. Hujjati nima bo'ladi? Hujjat xohlagan hujjat bo'laveradi. Nasiyaga bermaysizmi? Kelishaveramiz, nasiya savdo ham qilib beraveraman. Kelishdi. Tansaharli odamlar bo'lsa agar, menimchalar bo'lsa agar, Mashinaga barter bor. kelishaveramiz. Nomeringiz? 97 97 502 502 0002. 0002 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Lacetti'ni qora rangini so'raganlarga azizlar 2009 navbatdagi Lacetti'miz. Xo'p, ikkinchi pozitsiyami bu? Qancha yurdi? 460 ming yurdi.
Motor ходовой korobkalari zo'r. Rasxoti yo'qmi aka? Yumshoq balon. 460 ming yurgan 2009. Salon holatlarini bir qator ko'ringlar. Chexollari yaxshi. Ichki holatlari yaxshi mana endi. Salonlarni ko'ringlar. Metallari bor. 2009 460 ming yurgan. Mexanika korobka. Kraskasi 30% dedingizmi? Ha, 30 bor. Ikki kalenka bir oldi eshikda borda. Ikkita sapachoyda plus bitta eshigida. Nech pul qo'yaylik yaqinroq qilib aka? 4600 qo'ying. 4600 dollar. Xayri bormi ozmozmi? Bor. O'tib berdilar ozmoz generalni chiqar. Chiqadi aka. Faqat naqqa sotasizmi yo variantga ham beraverasizmi? Yo'q, variant beraman. Barter marta qilaveramiz masalaga. Bor. Nomeringiz 99 99 870 870 0590. 0590 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Lacetti 108 qatoridan davom etamiz. 2009 bunisi ham 480 ming yuribdi. Konditsioner ishlab turibmi hozir? Konditsionerlar ishlab turibdi ekan mashinani. Shunchaki qopqog'i yo'q ekan xolos. Buni vahima qiladigan joyi yo'q. Metallari bor. Assalomu alaykum, o'tiravering aka. Konditsioner ishlayapti ekan-a? Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Rasxoti yo'q. Bor. Orqada akamiz dam olyapti ekan, ko'rsatmay qo'yamiz. Metallari bor. 2009 480 ming yurgan bu ham. Kraskasi qayerda? 40%. Bermaganingiz bo'lmadimi? Narxini nech pul? 36 qilishyapti aka. 3600 ga berilmadi. Bermadi. Nech pul aytyapsiz o'zi? So'rayapti. So'rayapsiz. Keyin chiqadi, ha? Keyin chiqadi. Faqat naqd pulga sotiladi. Devud mashinalar bo'lsa barter bor. Barcha marta qilaveramiz. Nomeringiz 99 99 870 870 0590. 0590 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.